Floyd Mayweatherni e'tirof etish kerak, hatto dahshatli provokatsiyada ham o'z xotirjamligini yo'qotmadi. Jang oldidan yaponlik dag'dag'achi Mikura Sakura aralash jang san'ati vakili o'z yurtida juda mashhur bo'lgan sportchi bo'lib, butun arenani oldida gulni Floydning oyog'ini ostiga tashladi. Yaponiyada bu harakat haqorat sifatida qabul qilinadi. Bu haqorat go'yoki Floydning yuziga tupurganday gap. Bu afsonaga bo'lgan ochiqcha hurmatsizlik va uni buyukligini shubha ostiga qo'yishga urinish edi. Floyd esa faqatgina o'zini mashhur, sovuq, tinch tabassum bilan javob qaytardi. Ana o'sha tabassum endi Sakuraning tushlariga kirib, uni tinch qo'ymaydi. Jang ko'rgazmali bo'lishiga qaramay, havas emas, haqiqiy kayfiyat va shiddat bor edi. Yakuza tomonidan qilingan bu sovg'adan so'ng asablar tugab boshlagandi, lekin ilk soniyadayoq tushunarli bo'ldiki, 45 yoshli Mayweather hanuz Mayweather. Uni ishonchli harakatlari, masofani nazorat qilishi va o'z uslubida o'ynashi hamon joyida edi. Sakura ba'zi paytlarda aniq zarba berdi, lekin ularda kuch yo'q edi. Floyd uchun bu go'yo o'quvchi bilan yengil mashg'ulotga o'xshardi. U yaponiyalikda biroz o'ynab ko'rdi, unga ishonch tuyg'usini berdi va keyin o'ng qo'li bilan uning svetini o'chirdi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'ling.